Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xalqimizda bu borada jiddiy bir xatolik bor. U ham bo'lsa, odatda tahorat yil chiqish bilan tahorati buzilgan odamni yana tahoratxonaga kirib, boldirlari bilan qo'shib orqa oldini yuvib chiqishlik odati bor. Bundan saqlanish kerak. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu yo'q, dinimiz buni buyurmagan. Bunaqa mashaqqat yo'q dinda. Yil chiqqanda orqa oldin avratlarni yuvish bid'at deb alohida ixtiyorda keltirilgan. Birov o'sha yil chiqib qoldi, tahoratxonaga kirib yuvsa bid'at amalni qilgan bo'ladi. Buni ixtiyorda alohida bayon qilganlar. Bu bid'at amali hisoblanadi. Endi xo'p yil chiqdi nima qiladi? Tahoratini davom ettirib ketaveradi. Faqat bet qo'lini yuvadi, oyog'ini yuvadi, boshiga mas tortadi, bo'ldi, tahorati komil bo'laveradi. Yoki badanini biror joydan yo yiring yo qon chiqish bilan tahorati buzildi. Bu odam ham tahoratxonaga kirib orqa oldi avratini yuvib chiqishligi vojib emas. Ehtiyot bo'lish kerak. Din yengillik, osonlik din bu. Ana shu qiyinchilikni o'ziga paydo qilib olganligidan odamlar shamollagan, qiynalgan, o'sha tahoratini usha olmaydigan bo'lib qolgan. Alloh taolo asrasin bu holatdan. Din osonlik, bunga amal qilish kerak. Shuni ko'pchilik bilmaganligidan gohida birovga aytib bersak, voy din shunaqami? Ha, din shunaqa. Ad-dinu yusrun deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Din osonlik, qulaylik. Yassiru va la tu'assiru. Dinni oson qilib ko'rsataylik, ya'ni osonligini ko'rsataylik. O'zi osonda. O'zimizga o'zimiz qiyin qilib olishdan Rasululloh alayhisolatu vassalom qaytarganlar. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Vallohu taala alam bis-savob.